Yuk mashinasi haydovchilari diqqatiga. 2026-yil 1-yanvardan O'zbekistonda og'ir yuk mashinalarining tungi vaqtda yo'l chetida to'xtab turishi uchun javobgarlik belgilanishi bo'yicha yangi qoidalarni joriy qilish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasida aytiladi. Qayd etilishicha, 2024-yilda shu kabi holatlar oqibatida 113 ta yo'l transport hodisasi yuz berib, 47 kishi halok bo'lgan. Qaror loyihasida 2026-yildan vazni 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuk mashinalari va ochiq konlarda ishlovchi o'zi ag'daruvchi yuk avtomobillari uchun alohida davlat raqam belgilari joriy etish ham ko'zda tutilgan. Ta'kidlanishicha, qaror loyihasining qabul qilinishi yuk normativiga mos bo'lmagan transport vositalari harakati cheklanishi orqali yo'l qoplamalarining uzoq muddatli xizmat qilishini ta'minlash va tungi vaqtda yo'l chetida noto'g'ri to'xtagan yuk mashinalarining orqasidan urilish holatlari kamayishiga xizmat qiladi. Haydovchilarga bu yangilikni yuborib qo'ying.